Men hozir patsientimiz Sojida to'g'risida gapirmoqchiman. Sojida yoshligida soppa-sog' qiz bo'lgan, 2 yoshligida uni stomatit bo'lib og'zida yaralar chiqishni boshlagan va yaralar juda ham ko'payib ketgan, hech ham tuzalmagan va buni davolash uchun uni umurtqasidan punksiya olish kerak degan qarorga kelishgan. Keyin o'zini poliklinika o'sha o'ziga yaqin bo'lgan hududda punksiya olingan. Keyin boshqa rayonniy отделениyaga borganda davolanishga o'tdigilar ishonmasdan u punksiyani natijalariga o'zimiz boshqatdan punksiya olamiz deb umurtqasidan yana punksiya olishgan va shundan keyin qizaloq shunaqa ahvolga tushgan. Hozir mana necha yildirki shu ahvolda biz uni davolashni boshladik. Natijalari juda ham zo'r bo'lyapti. O'sha umuman tikka o'tira olmasdi. O'tirgan joyda ham sirg'anib tushib ketayotdi. Kechasi bilan umurtqalari, orqalari og'rib, ingrab chiqargan. Hozir umuman yaxshi uxlayapti, hech qanday og'riyotgani yo'q, tikka o'tiryapti. O'zi ham, onalari ham juda ham xursandlar.